Yaxshi sizlar sağollaşlar. Hazır vaxtınız xeyirli olsun. Eee, Statistika dersimizden başlayımız. Statistika, yani statistik növ seviyesinde artık öğrenmişler için tüzülgen kitap ne ben sözleyatman. Yani üzem tüzüvatkan kitap. Üzem statistik asası bilinir degan. Eslep basmıştı statistik öğrenmişler için tüzüvatkan kitaptın tüzlep menişini karar kıldım. Ama bugün sözlediğimiz statistika degan nima? Statistikning qanday usullari bor? Endi bu metod degan bir gap bor inglizchada. Uni uyg'urchada usul va metod degan gaplar ishlatadi. Men u metod deganni ishlatmadim, ya'ni usul deganlar ishlatdim. Statistikani usullari deblar ishlatdim. Shuni sizlarmi o'zinglar metod desanglar bo'laverdi, statistikani metod desanglar bo'laverdi, statistikani usullari desanglar bo'laverdi. Shuni boshqa yerda o'rgansang bo'ldi. Statistika degan nima? Endi statistik degan nima deganimiz desanglar, statistik deganimiz uchurlarni to'plash, ya'ni transferlarni to'plash ve o transferlarni muayyen bir grup haleti gruplash. Ma'lum bir doira ichida gruplash. Bundan keyin transferlar orqali tahlil berish, analiz qilish ve shu orqali muayyen bir yakun chiqarilgan fan, ya'ni statistika ilmi deb ataladi. Ma'lum bir transferlar to'plangan transferlarni uchurlarni to'plash, ya'ni sanliq ma'lumotni to'plash va ularni muayyan tartibda gruplash, shu orqali tahlil berish. Undan keyin analizlar qilish orqali bir muayyan bir yakun chiqaradigan fan statistika ilmi deb ataladi. Endi statistikaning usullari qanday chiqib bo'lsa, asosan statistikaning usullari ikki xil usuli bor. Ya'ni statistika tasvirlash statistikasi, ya'ni tasvirlaydigan, yana birisi xulosa chiqarish statistikasi deb ataladi. Ya'ni describe statistika. Bir onun yerine klasik bir statik. Describe degan de asan tushunishimiz mumkin. Xulosa chiqarish degan izoni bilib olish mumkin. Xulosa chiqarishni bir narsani xulosa chiqaradigan. Tasvirlash degancha describe deganni ingliz tilida balkim tushunishimiz mumkin. Tasvirlash degan. Tasvirlash statik. Endi tasvirlash statik degan gapni ta'siri deb yozib qolsak bo'lmaydi. Tasvirlash statik bo'lsa sanliq ma'lumotning alayidligini ifodalaydigan so'zdir. Ya'ni sanliq ma'lumotning alayidligi, qanday alayidligi bor. Shularni ifodalaydigan so'z. Endi xulosa chiqarish statistik bo'lsa, average orqali, ya'ni bir to'plamdan biz average oldik. Bu average orqali to'plamga hukm chiqishni ifodalaydi. Masalan, hozirgi Xitoy virus tarqaldi-ku. Shu Xitoy virus tarqalgan Xitoy virusni, ya'ni 10 necha odamni nima qilish orqali tadqiq qilish orqali yoki necha ming odamni yig'ish orqali ashlardan average qilamiz. Average qilgandan keyin elliklarimiz. Endi kichik doirali tadqiqot bo'lsa ozaradi. Cho'ng doiradagi tadqiqotlar bo'lsa ko'p oladi. Shu tadqiqotlarni olgandan keyin shu Xitoy virusniki bir odamga yuqib qanchalik vaqtda ta'sir bo'ldi, qanchalik vaqtda nega ta'sir bo'ldi, undan keyin yana qanchalik vaqtda o'ladi, ya'ni o'ltirish unumi, o'ltirish kuchi qanchalik darajada bu Xitoy virusniki degandeklarni yakun chiqarib, undan keyin o tadqiqot tanlagan, ya'ni average olgan insonlardan shuni yakun chiqarib, undan keyin shu yakunga asosan bu Xitoy virusi o'ltirish kuchi Xitoy virusning manchilik. Normal odamlar hamma insonlarga yuqish nisbati manchi persent yuqadi, manchi persent tezlikda yuqadi. Ya'ni o'ltirish nisbati, ya'ni o'ltiradigan kuchi bo'lsa manchilik, hayot qilish nisbati manchilik deb shularni to'plamga andan ilov chiqargan, to'plamga statistik qilib average orqali to'plamga yakun chiqargan. Bu usul xulosa chiqarish usuli deb ataladi. Olma bizniki emasmi? Statistikaning asosiy qism va yuqori saviyadagi qism deb ish turiladi. Asosiy qism deganimiz sonliq ma'lumotlarni to'plash. Mahir bizniki bu. Sonliq ma'lumotlarni birinchi asos bilimninki biri 3 turi bu. 3 turi qaysi birinchi sonliq ma'lumotlarni to'playmiz. Sonliq ma'lumotlarni to'plash birinchi. Uniki ikkinchi qismda, ikkinchi turda sonliq ma'lumotlarni umumlashtirib guruhlarga bilamiz deydi.
Üçüncü kısımda şu, üçüncü kademde aşını graf şekilde çıkarma degan. Mesela yoki histogram chiqardi yoki bo'lmasa boshqa sızgılık graflar chiqardi degan. Yoki bo'lmasa uch shakldagi graflar chiqardi degan. Aşını bir resim chiqarish mesela Xitoylik nupusni chiqargan vaqtda chambar shaklli resim ishlatma bo'ldi degan. Aşını resim ishlatib Xitoylar manchi bir teniga, Uyg'urlar manchi bir teniga, boshqa manchi bir teniga degan. Yani onun da yuqorilgan seviyeçi. Asas kısmında muş işini kaldı. Onun da sel yuqorilgan vaqtda onunkenden average kalımız. Yani ağaç toplangan san sıfırdan average kalımız dendi. Average kalımız. Ahırda onu sığlık analiz kılımız dendi. Grafiklik analiz yoki sığlık analiz sanı bulduk. En ahırda ağaç sınak kılımız yoki tekşirip sınak kılımız dendi. Yani biz işleyen tədqiqat türü, sağlıq məlumatlar əməliyyat uyğunmu yoki qayta bir keni yandırıb qılırıq. Keni yandırıb baxsaq, aşağı alet qayıtsa, biz nə doğru, yolumuz doğru oldu, usulumuz doğru oldu. Bunun kendi sağlıq məlumatlarını, sağlıq adet statistik elib bağa vaxtımızda nimiş qıda elib barmıyız, qanda oğanlıqını elib barmıyız. Birincisi, en aldı adi söz biliş gerek, məsələ biliş gerek. Məsələn, Xitay virusuna olsa, Xitay virusu bir məsələ oldu deyince. Yani soğanla oturup koyduğumuzda Xitay virusu çıktı. Bir mesele çıktı deyince. Hem de sual şu, Xitay virusunun öldürüş gücü qanchalik, yani adamın öldürüş gücü qanchalik degan bir savol qo'yildi deyince. Anda shu savolga asosan sonliq ma'lumot to'playmiz. Ya'ni tajriba, hani insonlarni to'playmiz deyince. Yani yuqqan insonlarni tadqiqot o'bik qilamiz deyince. Uningdagi yana bir yuqqan insonlarning hammani tadqiqot qilgan olmaydi deyince. Mesela 10 ming odam yuqqan bo'lsa, u kasalga 10 ming odam tadqiq bo'yicha u kesel o'ttirgandan o'ttirib bo'ldi deyince. Ama az bir qismini average qilamiz deyince. Average qilgan sonliq ma'lumot bo'ldi deyince. Bunu analiz qilamiz deyince. Bu sanspirdan analiz qildi, tadqiq qildi, u virusni tekshirdi, u chiqishlar qildi deyince. Sonliq ma'lumot elib bordi, diagramma chiqardi deyince. Mesela Hindistonning bir maqolasi e'lon qilinib bo'ldi deyince. Xitoy virusi chiqqandan keyin hozircha o'g'irlikda bir maqola e'lon qilinib. Xitoy virusiniki Xitoylar o'zi ishlab chiqqan harbiy quroli deb ana yakun chiqaribdi u maqolada. Endi uchinchi qadamda analiz qildik. To'rtinchi qadamda oshni yakun chiqarib endi. Yakun chiqaramiz, xulosa chiqaramiz. Birinchi savolni deb qo'ygan to'q Xitoy virusining o'ldirish kuchi qanchalik deganni qo'ygan. Shunda isbotlanib oxirida yakun chiqaramiz. Xitoy virusining o'ldirish kuchi yoki 8% yoki 10% yoki 20% degan. Hozircha Yaponiyaning e'lon qilgan xabarda Xitoy virusining o'ldirish kuchi 15% deb e'lon qilindi. Bu mashina sonliq ma'lumotlarga asosan keltirib chiqarilgan. Endi statistikada sonlarning tipi bo'ldi endi. Masalan, qanday xarakterlik sonlar endi. Masalan, birinchisi sifat sonlari endi. Sifat sonlari. Kategoriya sonlari. Ism xarakterlik sonlar, tartib sonlar, miqdor sonlar, nisbat sonlar va orliq sonlar endi. Bu sonlarni vaqt kelganda ma tartib son, ma kategoriya son, ma ism xarakterlik son deganlarni vaqt kelganda bilamiz. Şu sonlarning tipi bunda tiplari bor ekan deb ko'ryapsan. Sifat sonlari, kategoriya sonlari, ism xarakterlik sonlar, tartib sonlar, miqdor sonlar, nisbat sonlar va orliq sonlar degan sonlar bor ekan. Sonlarning tipi shunday ekan deb ko'ryapsan. Hozircha shunday bilib qo'ysan. Endi buni statistiklik o'rganishni eng boshda, ya'ni statistiklik bir tadqiqot berishni eng boshda sonliq ma'lumotni yig'amiz. Masalan, ma'lum debdi, sonlarni yig'ish debdi. Birinchi qadam sonlarni yig'amiz. Ya'ni yig'ib baqaydi. Har xil sonlarning qiziqishi bo'lgan Ahmad sinf saboqdoshlarining bo'yigizligi, hisobga amroq yoki amroq emasligi to'g'riliq sonliq ma'lumotni yig'ib chiqqan deydi. Mesela ular bo'lsa tuvanlikcha. Masalan, bu 30 sinfdagi 30 odamning 30 o'quvchininki, saboqdoshiniki bo'yigizligi, hisobga amroq emasligi, jins qatorliqlardan tuzilgan bir sonliq ma'lumot to'plabdi bu yerga. Yani baş qiziqarli sonlar bormidi deganlarni o'ylagan Ahmad opa bilan birlikda gazitlardan yana sonlarni yig'ishga boshlab ketdi. Deb bu bir misol. Bu sonlarni mushohada yig'amiz, sonlarni yig'gan vaqtimizda
bu şartda bo'lgan. Sonliq ma'lumot to'plagan vaqtimizda. Endi ikkinchi sonliq ma'lumot yana har xil sonliq ma'lumotni to'playdi deb. Birinchi misoli bu qitim sonliq ma'lumot bo'lsa, yana mush ostidagi sonliq ma'lumot bo'lsa, 1970-yildan 2010-yilgacha bo'lgan har bir odamning guruch iste'mol miqdori. Ya'ni 70-yildan tortib 2010-yilgacha bo'lgan oraliqdagi har bir odamning, ya'ni har bir odamning guruch iste'mol miqdori. Endi nomeri 1 2 5 10 yil bor bu yerda. 90 65 70 75 80 degan 2012 iste'mol miqdori. Masalan 1965-yili bir odamning guruch iste'mol miqdori qanchalik ekan? 58.5 kilogramm ma'lum birlik chiqib qoldi. Endi 2010ga kelgancha 110.17 kilogramm bo'ldi. Ya'ni 1 yillik iste'mol miqdori, go'shtning 1 yillik iste'mol miqdori. Endi ikkinchi so'zini bu sonliq ma'lumot bo'lsa, yeziklikni qo'llaydigan insonlar to'pligi, ya'ni birligi 10 ming odam, 10 ming odam. Masalan, yil 1985-yili 30 yosh to'shmaganlar 30 yoshdan 50 yoshgacha, 49 yoshgacha, 49dan 59 yoshgacha, 60dan 64 yoshgacha va 60 yoshdan yuqorilar. Endi 1985-yili 30 yoshga to'shmaganlarning ichida qo'llash nisbati necha ekan? Ya'ni 40 degan. 40 ming degan. 40 ming oldiga 10 mingni qo'yib bersang, shundan 400 ming bo'lamdi. 40 tuman bo'ldi endi. 40 tuman. 30dan 49 yoshga oldiga 137 tuman degan. Endi 60 yoshdan yuqorilarga 144 tuman. Shuna qarab baxsanglar, bu yoshlarning qo'llash nisbati qo'llaydigan, ya'ni yeziklarni qo'llaydigan yoshlar az ekan. Shunami? 2010-yilga kelganda hatto 4 tuman chiqib qolgan gap. Yaş çoğalgan siri buni qo'llash nisbati ba'zida muayyan o'zgargan yuqorilashlar bo'lgan. Masalan, hammada yuqorilash demaymiz, ba'zida yuqorilash, umuman yuqorilash bo'lgan deymiz. Chunki menda 60 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan oraliqda 95-yilga qarab baxsanglar, 90-yilda 95 va 90-yilga qarasang 90-yilga qarasanglar 60dan 64 yoshgacha bo'lganlarning 84 tumanga chiqib qolgan. Ya'ni bu vaqt qo'llaydiganlar yana azligan deydi. Endi eng oxirida misollardan yig'ib chiqqandan keyin bu misollarniki yig'indi son, o'ttir son degan gap bor. Masalan, butun o'quvchilarningki bo'y egizlikning yig'indisi, butun o'quvchilarningki matematik natijalarining yig'indisi, shu butun yezikni qo'llaydigan 95-yildagi insonlarning yig'indisi, odamlarning yig'indisi degan. Endi buni o'ttir soni bor. Masalan, 95-yildan 2010gacha, ya'ni 5 yillik yezikni qo'llaydiganlarning umumiy odamlarningki o'ttiz soni qanchalik bo'lgan degan. Masalan, 95-yilda 7 tuman bo'lgan bo'lsa, 2016da 7 tuman, 8 tuman, 5 tuman bo'lgan bo'lsa, ashlarni qo'shib o'ttirsini chiqaradi. O'ttirisi yilga manchadan qo'llab kelgan degan. Endi yig'inson va barliq ilmitlarning yig'indisi. Bu yig'inson degan nima aytsanglar, yig'indisi shu barliq ilmitlarningki yig'indisini ko'rasiz. Masalan, bo'y egizlikning yig'indisi, bo'y egizliklari har bir bo'y egizligi bir ilmat bo'lgan. Ash ilmatlarningki hammasini yig'indisi bo'lgan. Ash bo'y egizlikning yig'indisi. Buni hisoblashning asli bu shaklda bo'ldi. Ya'ni bu belgi sigma deb ataladi. Sigma yig'indini ifodalaydi. Ya'ni umum yig'indini ifodalaydigan belgi. Bu x1, x2, xn degan uchun har bir elementni ko'rsatadi. Bu birinchi o'quvchining bo'y egizligi 1.70 bo'lsa, ikkinchi o'quvchi ikkinchisining uchun 1.60 inchdan, 30-siniki 1.62 har bir element bo'ldi. Endi o'ttirchi qimmat degan nima? Sana barliq elementlarning umumiy yig'indisini, ya'ni barliq elementlarning masalan, shu bo'y egizligi birinchi misaldagi o'quvchilarning bo'y egizliklari barliq elementlar bo'lgan. Ashlarning yig'indisi, ya'ni 30 o'quvchining bo'y egizliklarining yig'indisini elementlarning umum yig'indisi soniga bo'lgan kelib chiqqan. Ya'ni umum soniga bo'lgan. Ya'ni 30 o'quvchining bo'y egizligini, ya'ni shu 30 o'quvchi 30 ga bo'lib bersak, shu o'quvchilarning o'ttirchi bo'y egizligi kelib chiqadi. O'ttirchi bo'y egizligini o'ttirchi qimmatni hisoblaydigan belgi, o'ttirchi qimmatni hisoblaydigan formula bu. X chiziq degancha o'ttirchi qimmat degan gap.
ma'u birning asli hamma yig'indini qo'shib iniq bo'lib o'tgan ekan. Indan bir degan gap bu. Bir nisbati in yoki. Hamma yig'indini qo'shib, shu yig'indi sani umumiy saniga bo'lib etsek, o'ttirish qilmay chiqadi degan. Buni bu formulasi bu bo'ldi. Yine yig'indini isbotlaydi. Üstlik incho barliq elementlarni ko'rsatadi. Elementlarni ko'rsatadi. Endi astidagi ay, ya'ni ay mushadagi 1 2 3 4 5 6 ya'ni 30 va sonlarni ko'rsatadi. Bu indan bir degan gap umumiy sonni, ya'ni yig'indisini umumiy soniga bo'lib etsek, o'ttirish qilmay chiqadi deganni ko'rsatadi. Bu dendasa birgelik statistik dersini müşahede akıllaştı. Kağanağa tekrar köp mol mezmunlar öğrenmekçi olsanız kanalımızga merhamet. Yani vaqt yana sözünü bağlı. Köp mezmunlar tirişvatımız. Kağandan görüşümüz. Hoş. Bir dakikadan dersimizi görüşelim.